Anibla.uz birinchi UzFandap. Telegramdagi Amedia TV Uzga qo'shilinglar. Mani ismim Kelvin. Bilmayman o'tgan hayotimda nima sodir bo'lgan. Lekin men qayta tug'ilib, yollanma askar bo'ldim. Bu yerda menga qayta tirilish ma'budasi Melfina ko'mak beryapti. U menga o'tgan hayotimda nima ish qilganimni aytib beryapti. Malakalar uchun xotiramdan voz kechgan ekanman. Endi biz Klota bilan har kuni gildiyadan berilgan vazifalarni bajarib ketyapmiz. Malakalar ochkosi 2 barobar o'sishi va rivojlanish tezligi 2 barobar bo'lgani, daraja ko'tarishda menga ko'pgina bonuslar taqdim etadi va malakaga 100 ochko beradi. Katta sanoq qobiliyatlar ichida Dani qoplanishini tanladim. O'zga dunyoda ko'plab noyob malakalar bilan tinchgina yashash uchun niqoblanishni tezroq bir darajaga ko'tarish kerak. Va yana meni ko'tarilganim Klotaga g'amlab yutish F darajasini berdi. Kelvin, sizni tabriklayman. Siz buni uddaladingiz va endi E darajali yo'llanma askar lavozimiga ko'tarildingiz. Rahmat sizga. To'g'risini aytsam, hech qanday guruhga a'zolar olmasdan qiyin. Sen gruppaga kirmagansan, chunki unday qila olmaysan. Guruhga kirsam birdan meni chaqiruvchi ekanligimni bilib olishadi. Gruppani nima qilaman? Menda axir qudratli Klota bor-ku. Xo'jayin, e'tiborga ko'p tushmay yuraman deb aytgan senmasmiding? Bu iflos darajasini ko'tarib bo'ldimi? Bu axir yaqinda F rangi sifatida ro'yxatdan o'tgan bola-yu, to'g'rimi? Tag'in yana bir o'zi ishlamoqchimi? Balki qanaqadir sehrgar ishini eplolmay yollanma askar bo'lishga qaror qilganmikin? Kelvin, siz mabodo biroz zararli sehrgar emasmisiz? Boshlab o'tgani uchun siz juda tez o'syapsiz. Men o'tmishim haqida g'iybat qilmayman. Kechirasiz. Yo'q, siz meni kechirasiz. Sizga shaxsiy savol berganim uchun. Yollanma askar bunaqa savol berishi o'zi bizga mumkin emas. Asosiysi ehtiyot bo'ling. Endi siz D darajali vazifani olasiz, to'g'rimi? Shunaqa. Xavotir olmang. Xavf yuqori bo'lib ketsa birdan survoraman. Men qochishda ustaman. Bironta kiyim yara qoling, hech bo'lmaganda. E'tibor berdim. Siz kiyimingizni bir haftadan beri hech o'zgartirmadingiz. To'g'ri. Yangisini olish kerak. Xo'sh, iltimos, D darajasidagi vazifani bering. D vazifasida o'tgan bo'lsangiz, unda qora qalbli ritsar nomismi? Nimani? Kasel, siz qaytib bo'ldingizmi? Salom ancha. Ha, qaytdim. Tom ma'noda hozirgina keldim. Kelganingizdan xursandmiz. Qanday o'tdi? Shak shubhasiz ajoyib. Faqat kalta kesi ishiga ozroq ter to'kishimga to'g'ri keldi. Bekorga ham C darajadagi vazifamiz. Aytgancha, oshna. Sen hozirgina E darajaga erishding.
Sandan kattaroq darajadagi yollanma askar sifatida tabrigimni qabul qil. Sen kimsan? Iye, o'zimni tanishtirish esimdan chiqibdi-yu. Man Kasilman. D darajadagi yollanma askar. Uyalmasdan aldashini qara. Aslida bu darajada kuchsiz emas. Yigitcha, yengillarni masxara qilishni yaxshi ko'radi. Haddidan oshgan yengini ta'zirini bermoqchi shekilli. Bu oxir giljaning eng kuchli odami-yu. Balki kimdir bu sehrgarni ogohlantirib yuborar. Mani guruhim qora qalbli ritsarga bormoqchi. Shunga bizaga qo'shilasanmi? To'xtang. Ha, bu darajali vazifa, lekin aytishlaricha qora qalbli ritsar hammasidan kuchli emish. Kelvin endigina en oldi. Bu uchun juda xavfli. Anja, bunaqa xavotir olma. Biz unga yordam beramiz-u, eplaydi. Taklifing uchun rahmat, lekin guruhingga qo'shilmayman. Mendagi kuchsiz sizlarga yordam bera olmasa kerak. Kamtarlik qilmasang-chi. Uning xususiyatlari Klotanikidek ekan. Ba'zi bir malika savollar tug'diradi, lekin menga lavozimi xavotirga solyapti. Qalbi yutar. Lekin u niyatidan qaytmasa kerak. Nima qilishni bilaman. Eshit, balki sen bilan musobaqa uyushtiramiz. Nima? Qora qalbli ritsarni oldiga borib, kim birinchi yutarkan deb bellashamiz. Albatta men bir o'zim harakat qilaman. Hoy, shoshma oshna. Bunaqalarga hatto eng kuchlilar bir o'zi bormaydi. Keyin men rejalashtirganimdek guruhim bilan boraman. Bo'ladimi? Gap yo'q. O'zingga juda ham ishonar ekansan. Bo'pti, men roziman. Bilib turib bu tuzoqqa boryapman. Menimcha u menga hujum qiladi. Qora qalbli bilan urushish paytida yoki urushdan keyin. Yana menga uni guruhdoshlari ham qiziq. Ular aniq loyiq raqib bo'lishadi. Xo'jayin, buni yaxshilab o'ylab ko'rdingizmi? U o'ziga o'zi gapiryapti. Men undan qo'rqyapman. Xo'jayin, xuddi tuzog'ni bizga qo'yayotgandek gapiryapsiz. Jim bo'lasanmi? Kelvin, o'zingiz ehtiyot qiling. Omad. Men jim o'tiraman. Xo'sh, nimani qidiryapmiz? Ha, komandir, u biz o'ylaganimizdek latta ham bo'lmasa kerak-ku. Meni baholovchi ko'zim sirangda. Demak, bolakayam kamida o'sha darajada kuchli. Shunaqa-da. O'zini ko'rsatmoqchi bo'lgan ahmoq deb o'ylabman uni. Lekin seni baholovchi ko'zing uni kuchini ko'ra olmadi. Yoki u nimanidir bekityapti. Ey, Ko'sel, uni har doimgidek ta'zirini beraymi? Meni jangga birinchi qo'yvor. Raji, bunaqa qizishma. Yigitcha do'stona musobaqa taklif qildi. Mohir jangchilar sifatida uni jasurligini hurmat qilishimiz kerak. Kelinglar, buni amaliyot deb hisoblaymiz. Raji, yigitchani bu safar ezib qo'yma tag'in. U bilan yumshoqroq munosabatda bo'lgin. Yo'q, men unday qilishni bilmayman. Har doimgidek ish tutaman. Meni qiziqtirasan degan umiddaman, yigitcha. Yovuz ruhlar qasri. Nima? Barcha mag'lub bo'lmagan maxluqlar o'ldirilganmi? O, Kasel, keldingmi? Bu ko'rishimcha seni guruhing bo'lsa kerak. Bargli hassami? Tabiat sehrgarimi deyman? Voy ahmoq. Qancha kuchingni yashirma, qurolingdan bilib olamiz baribir hammasini. Tushunishim bo'yicha qora qalbli ritsar eshikning narigi tarafida. Biz axir Kamoni birinchi bo'lib mag'lub etish haqida musobaqa o'ynavdik. Sen nima, bizani kutdingmi? Nima, bir o'zing eplolmayman deb o'ylading, shunga bizani kutdingmi? Yordamimiz kerakmi? Yo'q, shubhasiz g'alaba meniki bo'ladi. Men shunchaki meni jangimda xalaqit bermasliklaringizni xohlardim. Sen menga hujum qilmoqchi eding, to'g'rimi?
Shuning uchun avval sen bilan jang qilaman. Komandir, yigitcha biz haqimizda bilarkan. Bilgan bo'lsang nimaga bu yo'lga bir o'zing kelding? Sani gildiya yolladimi deyman? Yoki sen mana bu ikkalasini boshiga mukofot olishga qiziqdingmi? Mana nimaga maskirovka qobiliyati kerak ekan? Sen boshimizga pulamoqchi bo'lgan kalla kesarmisan? Bosh uchun deydimmi? Bu bolalar qidiruvdami? Bu hech narsani o'zgartirmaydi. Ha, tushunib turibman. Menga nima, shunchaki omadim keldi. Esla, sen o'zing meni yonimga kelding. Ey, sen tupoy qachot, oldiga chiq. Hujum qil. Mani nima deding? Gapingni o'ylab gapir, joljugar. Raji, bu axir provokatsiya. La'natga nima qilding? Darajali tabiat sehri, tabiat uyg'unligi. Dushman tegidagi yer tubsiz balchiqqa aylanadi va chiqqani qo'ymaydi. Bu hali hammasi emas. Bundan tashqari, maskirovkani ishlatyapti. Tabiat uyg'onishini ishga tushirish uchun vaqt kerak. Buni oldindan tayinlab, maskirovka bilan bekitgan. Mani baholovchi ko'zim buni aniqlamadi-yu. La'nati, qanaqadir arzimagan qo'mmani mushaklarimni usholmaydi. Shamol. Qarochi, men qochdim, o'zinglar hal qilinglar. Qaytga ketyapsan yaramas. Bu yangi yigitcha juda g'alati ekan. Ko'nglim xotirjam emas, surish kerak deyapti. Xo'jayin, Gimur qochdi. Kassel 1-2 soniyada yaqinlashib qoladi. Ha, bilaman. Hammasi reja bo'yicha. Klota chiq, uni ketgani qo'yma. Klota ko'k shilimshiqdan g'amlab yutuvchi shilimshiqqa evolyutsiya qildi. Endi uni lavozimi g'amlovchi. Bu yana qanaqa shilimshiq? Bunaqalarni hech qachon ko'rmaganman. Bir necha kun avval Mayli, bugungacha yetadi. Senga nima? Yo'q, sen jangda jarohatlandingmi? Xo'jayin, gap boshqa narsada. Klota rivojlanib kuchga to'lyapti. Yamlab yutuvchi shilimshiq. Afsonaviy yarim iblislar, yarim yetaklovchilar sinfidan. Bunaqa latarajji suvlar mamlakatini yo'q qilib yuborishiga sal qolgandi. G'amlovchi shilimshiq. Zo'rsan-ku, Klota. Tushunarli, 81 chidamlilik bilan boshqa hech nimaga yarab bo'lmaydi. Doker ekan. Kassel, shilimshiqni o'zim yo'q qilaman. Hech bo'lmasa seni o'ldiraman. Qani, kuchingni ko'rsatchi, Kassel. U juda ham kuchli ekan. Sen birdaniga darajangni ko'tarmoqchi eding. Malakali ochkolari uchun maxluqlarning o'rniga yollanma askarlarni ovotgan edingmi? Jirkanchli. Keyinroq sizlarni gildiyaga topshiraman. Oyoq qo'limizni chigalini yozib bo'ldik. Asosiy o'yin kulgi vaqti keldimi? Shuhrat qozongan qora qalbli ritsar bilan uchrashish vaqti keldi. Mana u. Elli darajali va uni ismi ham bor. Guruhimga shunaqasi qo'shilganda edi. Hatto hayajonlanmayapsanmi deyman. Senga nima kerak? Seni yutgani keldim. Aniqrog'i reja shunaqa edi. Fikrimdan qaytdim. Men chaqiruvchi kelver. Bitim tuzmoqchiman. Oxirgi paytlari hamma meni ko'rgani qilich ko'tarib yugurib kelardi. Bolakay, sen birinchi bo'lib men bilan gaplashishga qaror qilding. Men yaqindagina shaxsiy maxluqqa aylandim.
O'ziman komandir ritsar bo'lganman. Mamlakatga xizmat qilganman. Odam bo'lganman, tushunyapsanmi? Endi qanday qilib mag'lub bo'ldim deb so'raysanmi? Bunga javob bera olmayman. Chunki o'zim ham bilmayman. Balki tugatilmagan ishlarim qolgandir. Hayronman. U do'stona mavjudot va gapirishni juda yaxshi ko'rar ekan. Qanaqa ishim bor, buni albatta bilmayman. Faqatgina shu qasrni har doim himoya qilib turaman. Konfet yeysanmi? Mayli. Kim bilibdi, qora qalbli ritsar shunaqa bo'lar ekan deb. U va nihoyat kimdir bilan gaplashganidan xursand. Men uni juda yaxshi tushunib turibman. Menga nima berding? Ta'mi g'alati ekan. Qancha yil u botda turgan bilmayman. Uni yeysan deb o'ylovdim. Sen bo'lsa qaramay chaynab yubording. Bo'ldi erki. Ketdi, chiqamiz. Xo'jayin, bitimni unutmang. Bitimni unutmang. Ha, to'g'ri. Xo'sh, bitimga rozimisan? Bitim deysanmi? Men xizmat qilgan mamlakat va qirol boshqa endi yo'q. Yangi qirolga xizmat qilishga yo'q demasam, lekin avval Nimaga qodirligimni ko'rmoqchimisan? Bo'pti, men roziman. Evaziga bor kuching bilan jang qil. Unda nima mazmuni bor? kuchli bilan jang qilmoqchimisan? Sen qiziqarli ekansan, bolakay. Boshlaymizmi erki? Mani ismim bor bolakay. Men Gerardman. Men esa bolakay emasman. Kelvinman. Shamol zarbasi. Klota. Ko'rzonadan Klotani zarbasini qaytardimi? Xo'jayin, Gerard taqil ko'zi bor. Bu malaka bonusi tezda javob qaytarish vazifasini bajaradi. Bolakay, bor kuching bilan ur. Bo'lmasam nimani mazmuni bor? Yer to'lqini. G'oyib bo'ldi. Bu shilimshiq shunaqa ham qila olaydimi? Bor kuching bilan chetga sakra. Agito. Yomon-ku. Hatto qilishni harakatini ko'rmadim. Clef Kazam. Uni hatto tebratgan yer sekinlashtirmayapti. Tasanno, maqtovga loyiq. Biroq, havo bosimi. Bu yana nima? Seni havo bosimi bilan ushlab turadigan jodu. O'lib ketma erki. Bo'tda ana. O'lmayman. Esladim. Bu fermalarga to'la yashil mamlakat Alkayal edi. Kichikkina, yaxshigina joylar edi. Bir kuni g'arbdan elchi kelgan edi. Zeldora ismli el. Mani Lizeya imperiyamga xizmat qil. Va ilohiy Delamis imperiyasini vayron qil. Alkarl qiroli. Bu yerda hazil qilishga qanday jur'at etding? Albatta qirol unga rad etdi. Biroq elchi javob berdi. Eslab qol, dono qirol. Agar Lizeyaga quloq solmasang, badalini to'lashingga to'g'ri keladi. Koni. Bizni qiz emas. Betty. Bir necha kun ichida Alkayl quladi. Menga sodiq xizmat qilding. Endi dam olaver. Men allaqachon kuchimni yo'qotib bo'lgandim. Endi nima qilsam? Ha, bilaman. Konfet yeyman. Ha, Konni. Men o'zimni Alkayl mamlakatim uchun qasas olishim kerak. Shu uchun men shu yerdaman. Qanaqasiga? U havo bosimidan ham chiqib ketoldi. Bolakay, sen Yer to'lqini. o'ch olishga yordam berasanmi? Havo bosimi. Tinchlan.
Qani bo'l, Kloter! Uni ushla! Koni, Betty, man. Keyingi kun. Bu rostdanam qora qalbli ritsarni zirhini bir bo'lagi. Vazifa bajarildi. Yengi, zo'r ekansan. Hamma qo'rqadigan qora qalblini yengdingmi? Kasr va bolalari bizani jonga tegandi. Ularni tinchitganingga biz xursandmiz. Sizlar barcha jinoyatchilarga iqror bo'lasizlar. Qatl etilishinglarni kutinglar. Kelvin. Sizni oxirgi vazifangizni D darajadan ko'ra katta baholashdi. Shunga siz maxsus ko'tarilishni qo'lga kiritasiz va gildiya sardori shaxsan o'zidan minnatdorchilikni olasiz. Men esa tuzuk ekaningizdan xursandman. G'ayratli odamsizda judayam, Kelvin. O'zim ham shunga hayronman. Qora qalbli ritsar o'ylaganimdan ko'ra kuchli edi. Registraturada o'tirgan qiz. Sohibjamol ekan u. Uni garem ro'yxatingga tiqishni o'ylab qo'yganmisan? Hoy, to'xtab turinglar. Yagona qaylig'ing manman deb o'ylagandim. Qirol, pismaq ekansan u. Rafiqa ham topib bo'ldingmi? Aynan shunday. Bola, boshimga baqirishni bas qilinglar. Gerard, bolakay desang yoqmaydi, lekin qirol deyishing undan battar. Hech nima qila olmayman. Ritsar faqat qirolga xizmat qiladi. Sen esa Melfina, menga rafiqa emassan, tan ol. Sen meni ishingdan ketish uchun foydalanyapsan. Nima? Anavi xo'jayin, bu yoqqa bir qara. U yerda kimdir bor. Mavzuni o'zgartirma. Bugun juda ham yaxshi kun.